Bugun sizlarga tavsiya beradigan kitobim Fotih tuman qalamiga mansub Sir yoxud Oshiqlar o'lmas kitobi. Bu kitobni o'qisiz Yahyo Afandini qanday qilib Sulton Sulaymon bilan emikdosh bo'lishi, ular birgalikda biri kuch, biri aql bo'lib katta bo'lishi va kelajakda biri podsho, biri esa podsho bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Kitob oxirlariga kelib Sulton Sulaymon va Yahyo Afandi ichki ziddiyatlar orqali tarqalib ketishadi va juda ham yaqin tutilgan aka-ukalik rishtalari yo'qolib ketadi. Kitob oxirida yana Yahyo Afandi o'zi Bursa, hozirgi Istanbulning Bursa shahriga borib, o'ziga yangi qarorgoh quradi shogirdlari bilan va o'sha yerda umrining oxiriga yashaydi. Bu kitobni Oshiqlar o'lmas deb nom olishiga sabab Yahyo Afandi kitobning oxirida vafot etadi, ammo qalblarda u butun umr qoladi. Buning sababi u hayot davomida abadiy sevgini izlaydi va abadiy sevgini topgandan keyin butun umr davomida abadiy sevgiga oshiq bo'ladi. Yana men olgan bu kitobdan narsa bu o'lim aslida biz o'ylaganchalik qo'rqinchli narsa emas. Biz unga qachonki tayyor bo'lsak, shundagina biz undan qo'rqmaydigan, uni bir oddiy narsa sifatida qabul qilamiz. Biz o'limni qo'rqinchli narsa emas, haqiqiy hayotga bizni eltadigan bir tarozi sifatida qabul qilishimiz kerak. Men bu kitobni hamma kitobxonlarga tavsiya qilaman. Bu kitobni o'qing va fikrlaringizni yozib qoldiring.